Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan Xitoy kommunist hokimiyati chet elda yashayotgan Uyg'urlarni terrorchi deb e'lon qilib, yip uchi bilan ta'minlovchilarni mukofotlaydiganligini bildirdi. Eng yangi uchurlarga asoslanganda Xitoy Anqara universitetining o'qituvchisi doktor Erkin Ahmadni o'z ichiga olgan 22 kishi haqida tutish buyrug'i chiqargan bo'lib, yip uchi bilan ta'minlovchilarni mukofotlaydiganligini e'lon qilgan. Xitoyning Sharq Turkistondagi zulmining eshishiga ergishib, Xalqaro kechirim tashkiloti 2017 yildan buyon tutib turilayotgan Xinjiang universitetining sobiq mudiri Tashpo'lat Tayibga o'lim jazosi ijro qilinishiga qarata andishini o'tirg'i qo'ydi va bu o'lim jazosining to'xtatilishi uchun jiddiy harakatga o'tish kerakligini bildirdi. Mazkur tashkilot Xitoy davlat raisi Shi Jinpingga bir maktub yozib, Uyg'ur akademik Tashpo'lat Tayibga berilgan o'lim jazosining amaldan qoldirilishini va uning shartsiz qo'yib berilishini talab qildi. Maktubda uning 2017 yildan buyon g'oyib bo'lganligi eskartildi. Amerika prezidenti Donald Trump Fransiyadagi 7 davlat guruhi yig'inida Misr prezidenti Sisi'ga qartab qenimay yaxshi ko'radigan diktatorim deganligi o'tirg'i chiqdi. Wall ko'chasi jurnali Trumpning amerikalik va misrlik amaldorlar bor bo'lgan yig'in salonida Sisi'ga qartab unlik ovozda "Qenimay demokratiyam" deganligini ilgari surdi. Misr amaldorlari Trumpning so'zlarini anglagan bo'lsa-mu, lekin inkos qaytarmagan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Musofirlar Oliy Komissarligi Amerika Oliy sudining prezident Donald Trump o'tirg'i qo'ygan o'tir amerikalik musofirlarning soniga chek qo'yish talabini tasdiqlaganligidan andish his qilganligini bildirdi. Mazkur komissarlik bayonotchisi Andrey Maxekik Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Jenevadagi bosh shtabida o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'inida barliq ko'chmanlarning panohlik iltimos qilish huquqi borligini va bu xalqaroning bu kishilarni qo'g'dish kerakligini ta'kidladi. Algeriya sobiq prezidenti Abdulaziz Bouteflika davrida amal tutgan va Bouteflika hokimiyati vakillari deb qaralgan amaldorlarning hukumatdan yiroqlashtirilishi talab qilingan namoyish o'tkazildi. Bu yil aprelda prezident Bouteflikani istifa berishga majbur qilgan keng ko'lamli xalq namoyishlari 30-haftasida poytaxt Jazoir boshchiligida nurg'un shaharlarda davomlashdi. Faoliyatchilar sobiq hukumat vakillari bilan hech bir shaklda dialog o'tkazmaydiganligini bildirdi va guruhvozlar saylovga qatnashmasin, bo'lmasa to'xtamaymiz degandek shiorlarni to'g'ladi.